60 yosh hayotning eng qadrli va unutilmas davri. Sizga restoranimizda bo'lib o'tgan onajonimiz yubileylarini video orqali bo'lishamiz. Mehmonimiz uchun maxsus stol narxlari faqat video oxirida. Restoranimiz jamoasi ushbu yubiley uchun maxsus tayyorgarlik ko'rdi. Onajonimizni xursand qilish uchun har bir detal mehr bilan tayyorlandi. Stollar nafis bezatilib, bayramona muhit yaratildi. Har bir mehmon o'zini alohida his qilish uchun xizmat ko'rsatildi. Aytgancha, mehmon san'atkorlar ishtirokida ajoyib konsertlar ham bo'lib o'tdi. Taniqli Umida Burxonova boshchiligida tadbirimizni ham boshlab oldik. Onajonimizni eng sevimli ijodkorlari Malika Ravshanova ham ushbu go'zal kunda chiroyli xizmat qilib berdilar. Yubileyga kelgan mehmonlarimiz mazza qilib o'ynashlari uchun san'atkorimiz Mavluda Asalxo'jayeva o'zlarining raqsboq qo'shiqlarini aytib, hammani o'ynatib ketdilar. Bularning barchasi tug'ilgan kun egasi uchun kutilmagan syurpriz bo'ldi. Bu yubiley barchamiz uchun iliq xotiralarga boy bo'lib qoldi. Shu bilan ovqatlarimizni va desertlarimizni stolga tortdik va barcha mehmonlarimizni duolarini olib ishlarimizni davom ettirdik. Shunaqa go'zal tadbirlarni o'tkazish uchun albatta biz bilan bog'laning.